Buxoro shahridagi Pahlavonlar qo'rg'onchasi bolalar bog'chasida erta tongdan yangragan karnay-surnay sadolari muassasa joylashgan hudud bo'ylab bayram ohangini taratdi. Kishiga haqiqiy bayramona bahoriy kayfiyat ulashuvchi milliy dekoratsiyalar esa muassasada chinakam bayram shukuhi aks ettirgan. Assalomu alaykum bolajonlarim. Xo'sh, kayfiyatlar qanday? Bugun qanday bayram? Xo'sh, bayramga tayyormisiz? Dasturlarimizni namoyish etamizmi? Qani unday bo'lsa, boshladik! Rang-barang milliy liboslar kiyib olgan jajji bolalar jamoasi Sharqona yangi yil hisoblangan Navro'z shodiyonlarini tashkil etishdi. Navro'z ming yillik tarixga ega, el yurtimizning yuragidan joy olgan, bahor kirib kelishi, tabiat uyg'onishi va yangi hayot boshlanishini aks ettiruvchi bayramdir. Bu kun mehr-oqibat, birdamlik, yangilanish va ezgulik tantanasi. Navro'z bizga milliy qadriyatlarimizni eslatadi, urf-odatlarimiz, an'analarimiz va ajdodlardan meros qolgan odob va tarbiyani qadrlashga undaydi. Bu nafaqat bir bayram, balki xalqning o'zligini anglash, kelajak avlodga qadriyatlarni yetkazish uchun ham muhim imkoniyat. Pahlavonlar qo'rg'onchasi bolalar bog'chasi bag'rida tashkil etilgan tantana ham kichkintoylarga bayram kayfiyati ulashish barobarida milliy o'zlikni anglash, an'ana va qadriyatlarimizni o'rgatishga xizmat qilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Ayniqsa bolalarning faol ishtiroki, ularning milliy o'yinlarda, kuy-qo'shiqlarda, sport musobaqalari kabi an'anaviy marosimlarda ishtiroki ota-onalarni quvontirdi. Mazkur bolalar bog'chasida mashg'ulotlar o'zbek, rus, ingliz tillarida olib borilishi sababdan ham bolajonlar o'zlarining rang-barang chiqishlarini 3 ta tilda namoyish etishdi. Shuningdek, sport va gimnastika mashg'ulotlarida olgan tajriba va mahoratlarni ko'rgazmali chiqishlarida aks ettirishdi. Ayniqsa vatan, ona yurt, ota-ona, ustoz, Navro'z mavzularida yod olishgan she'r va qo'shiqlari muassasada ta'lim-tarbiya va ma'naviy muhit yuksak saviyada tashkil etilishini ifodaladi. Buxoro xalqining milliy qahramoni Afandi obrazi esa ishtirokchilarga yanada ko'tarinki kayfiyat ulashib turdi. Yuqori saviyada va shukuhda tashkil etilgan Navro'z bayramiga bag'ishlangan ushbu tadbir bolalar va ularning ota-onalariga uzoq vaqtga tatigulik yorqin lahzalarni ulasha oldi.